Oxiri o'lim bilan tugaydigan SPID kasalligi ko'chalardagi skameykalarda tarqalmoqda. 180 gradusga o'zgargan ushbu davrda narkoman va SPIDga chalingan insonlar shpritslarga, SPID va boshqa halokatli kasalliklarga to'la bo'lgan ko'zga ko'rinmaydigan ignalarga barcha infeksiya va bakteriyalarni singdirib, ko'chalardagi besetka va skameykalarga yashirincha o'rnatib ketishmoqda. Ularning dahshatli maqsadi esa men yolg'iz o'zim azob chekishim mumkin emas, boshqalar ham bu dardni his qilish kerak kabi qora niyatlardir. Oddiy odam sezmaydigan, ko'p e'tibor bermasdan o'tiradigan ko'chadagi bekatlarda ham ushbu holat tez-tez kuzatilayotgan ekan. Agarda skameykalarga o'rnatilgan shpritslarga bexosdan insonlar o'tirib olishsa, ignadagi ushbu zararli kasallik insonning tanasida paydo bo'lib, uning vujudiga o'tib, jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu kasallik insonning o'limgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.